Sam o'zimni juda ham yomon his qilaman. Taslim bo'lishni ham o'ylagandim, lekin 3 daqiqa. reklama kirita olishimiz uchun 3 daqiqa chidab turishim kerak edi. Suvda u sirpanib ketishi kerak edi-ku. Professionallar nima qilishni biladi. Bu usulni birinchi marta qo'llashing shunaqami? Zudlik bilan qoch. Seni pul ishlamoqchi deb o'ylagandim. Tomosha qilmaslikni maslahat bergan bo'lardim. Omading keldi. Agar bu o'ng oyoq bo'lganida o'lishingni aniq edi. Pul uchun shunchalikka bordingmi? Nega bundoq qilding? Buni umuman pulga aloqasi yo'q. 8-qism haqiqiy jang Anibla.uz ilovasi uchun o'zbek tiliga o'girildi. Nima? Qanaqasiga? Qo'y, qayoqqa qochyapsan? Shunchalik ham tez bo'ladimi?